Assalomu alaykum. Kim millioner bo'lmoqchi ko'rsatuviga xush kelibsiz. Demak, bizda birinchi 10 millionlik savol. Do'stlar bilan tog'da dam oladigan joy nomi nima deyiladi? A. Diskoteka, B. Apteka, C. Biblioteka, D. Dacha. Diskotekaga dam olishga borsa bo'ladi, lekin meni do'stlarim bilan borib bo'lmaydi. Aptekaga meni do'stlarim bilan borsa bo'ladi, lekin dam olmaydi. Do'stlar bilan bibliotekaga borsa bo'ladi, dam olsa ham bo'ladi, lekin meni do'stlarim bo'lmaydi. Demak, D javob dacha. To'g'ri, qoyil, malatsi. Ikkinchi 30 millionlik savol. Dachaga umuman chiqmaydigan do'stlar nima deyiladi? A. Xotin qo'li, B. o'ng qo'li, C. chap qo'li, D. barcha javoblar qo'li. Agar u uylanmagan bo'lsa, demak chap qo'li. Yo'q, u uylangan. Bo'lmasa A javob xotin qo'li. To'g'ri javob, qoyil. Diqqat qiling, so'nggi 50 millionlik savol. Dacha tanlashda eng ishonchli sayt qaysi? A. Korzinka.uz, B. Sport.uz, C. Qalampir.uz, D. Bronla.uz. Albatta, Bronla.uz D javob. To'g'ri, tog' dam olishi bo'yicha yagona portal bu Bronla.uz edi. Siz 50 million sohibi bo'ldingiz, qarsaklar.